Bismillah, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mahsulotlarimiz siyalkalar haqida bo'ladi. Siyalka apparatlarimizni sizga shu yakkali dondun ekish mahsulotlarini, dondun mahsulotlarini ekadigan siyalkalarimizdan boshlab 3, 4, 5, 6 qatorli sabzi, piyoz, shunaqangi mayda urug'lar, rediska yoki bo'lmasam beda, shunaqa narsalarni ekadigan turlari haqida tanishtirib o'tamiz va narxlarini ham juda ham zo'r qilib chiqarib qo'yganmiz. Avvalgilardan ko'ra ancha arzon aksiya narxlarida. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoga esa kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada albatta o'z izohlaringizni qoldiringlar. Biz esa obzorda boshladik. Tanishtirishda sizlarga birinchi bo'lib mana shu makka, loviya, shunaqangi dukkakli mahsulotlarda no'xat, shunga o'xshash yirikroq bo'lgan urug'larda ekadigan siyalkamizdan boshlaymiz. Bu siyalkamizda 12 ta urug' tashash nayzalari bilan jihozlangan va yonida mana shunaqangi bunkeri bo'ladi. Bunga urug'ni to'ldirib olib, yetalasiz, shu urug'ni yerga bitta-bitta tashab berib ketaveradi. Mana bu ichidan olayotganlarimiz bu kalsiyalar, barabanchalar, urug' nasatkalari hisoblanadi. Mana misol uchun kattasi shu qizil loviya bunga misol uchun joylashsa bo'ladi. Shunga qarab mana har xil razmerda o'zingizni ekmoqchi bo'layotgan urug'ingizga qarab turib nasatkasini taqasiz va shu yetalasiz sizga uje urug'ni tashab ekib berib ketaveradi. Hop, mana shu holatda bo'ladi ko'rinishi. Endi buni yetalaganingizda mana pastini ko'rsatib bersangiz, nayza pastga borganda ochiladi ana. Bitta-bitta shu urug'ingizni tashab ketaveradi. Shu tarzda urug'ni savoli yetalab yuraverasiz. Bu siz uchun ishni qilaveradi. Engashvoli yerda ko'lab ekib chiqish shart emas bitta-bitta. Keyingilarimiz esa hammasi bir xil turdagilar, ya'ni mayda urug'larda ekadigan sabzi, piyoz, rediska, beda, plus shunaqangi mayda urug'larda ekadigan siyalkalarimiz. Bularni bizda 3 qatorli, 4, 5 va 6 qatorlilari bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, buni sochilib yig'ilishlari, ishlatilishlari, terilishlari, funksiyalarini tanishtirilgan shunaqangi texnik obzor videosi ham bor. Uni video davomiga qo'shib qo'yamiz. Bular qanaqa ishlaydi desiz, xuddi shu mana shu ko'rib turganlaringiz bunkerlarga urug'larni solinadi. Mana buni ham o'zidan shunaqangi nasatkalari bor. 3 xil nasatkasi bo'ladi. Asha bunkerlarga urug'ni to'ldirib olib, yetaverasiz. Pastida mana payini ko'rsatib bering. Urug' tashlaydigan mana shunaqangi konstruksiyalari bo'ladi. Endi buni siz ishlatish davomida bemalol mana shu joyini bo'shatib turib, o'ngga chapga qilib mana bunday surib, mana bo'shatsangiz, surib, jildirib, bir-biriga yaqinlashtirib ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam orasini ochib kengaytirib ishlatsangiz bo'ladi. Bir donasini o'zingizga urug' solib olib, qolgan ikkitasini solmasangiz ekmaydi. Xullas, xohlaganingizdaqa kuyiga olib ishlatsangiz bo'laveradi. Katta orasini katta-kichik qilib. Bunimiz misol uchun 70 lik bo'lgan agatga ekaveradi. Ya'ni 70 lik ikkita agatda oralig'i 70 bo'lsa, tepasiga suppasi shu 50 atrofida bo'ladi. 40-50. O'shangacha ekaveradi bu. Nariga 4, 5, 6 qatorlilari bo'lsa 90 lik agatgacha ekaveradi. Ya'ni buni endi kattaroq. Eng muhim joylaridan bittasi, bularimizni hammasi mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, g'ildiraklari splashnoy bo'ladi. Oldingi modellarda g'ildiraklari alohidali ingichka bo'lgan, yerga botib qolib, loyga botib qolib, shunaqa qilib odamlarni qiynagan. Va ekilgan urug'ni misol o'ng nayzasi yerda o'yib ekib ketsa, orqasidan yopib ketmagan yerda. Bu splashnoy bo'lganligini hisobiga yerlarni yopib ham berib ketadi. Ustidan misol uchun bosib yerda o'sha ko'langan, urug' tashalingan joyni bosib yopib ketadi. Shu hisobidan oldingilariga nisbatan ancha qulay hisoblanadi va korpuslari ham полностью metallический, plastmassa joylari yo'q. Baquvvat ishlangan, atlatlari sinib qoladigan nima bas. Misol uchun ruchkalari ba'zi bir joylari oldingilarda plastmassa bo'lardi. Hozir buni полный skeleti metallический bo'ladi, temirda bo'ladi. Shuni hisobiga ham ancha baquvvat. Xo'p, endi bularni sizlarga eng shirali joyi narxlarini tanishtirib chiqadigan bo'lsak,
Bu birinchi ko'rsatganimiz don mahsulotlarini ekadigan syalkalarimiz 1.350.000 so'm chiqadi. Bunkerli yaxshi variantlari, metallitskiy o'sha korpus. Endi bularimiz bo'lsa 3, 4, 5, 6 qatorlilar. Oldingi eski narxlari 350, 450, 550 va 650 dollar bo'lgan. Shunaqa sotilgan oldingi partiyalarimiz. Bularida bo'lsa ancha narxlarini skidka qilib qo'ydik. O'sha oldin ham aytib o'tganimizdek, biz sezon kelgani sari narxni oshirish o'rniga tushiramiz doim. Mana kuzgi sezon yaqinlashyapti. Biz esa narxlarini tushirib, arzon qilib videosini qo'yyapmiz. Xudo xolasa 3 qatorlilarimizni 250 dollardan, 4 qatorlilarimizni 350 dollar, 5 qatorligini 450 va 6 qatorligini 550 dollardan qilib chiqarib berganmiz. Hammasini o'sha ko'rsatganimizdek oralarini katta-kichik qilib ochib yopib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va aksiyaga yana bonus tariqasida mana shu 1-sentyabrgacha sotib olgan odamlar uchun shu aytilgan narxlar ichida dastavkasini tekin qilib beramiz. Faqatgina sentyabrdan keyin dastavkalari alohida hisoblanadi. Shoshilib qolinglar, kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizni doimo kuzatishda davom etinglar. Biz esa hali sizlarga ko'rsatmagan narsalarimiz ko'p va shunaqangi arzon, qulay takliflarni berishda davom etamiz. Starmax'ga obuna bo'lishni unutmanglar.调节深度，先需要把这个螺丝安装播种盒，先扣前面，先把裤链挂上，这样子把前面一定要对上，卡到链条上。调珠具，把这个盒子拆开，中间有个螺丝，拆掉以后把这盒子拿下来，调珠具换齿轮，主要是换齿轮，就这个数据表都有发给你。第一行是后轮，这是后面齿轮；第二行是前面齿轮。如果说前面齿轮是11齿，后面11齿，它的珠具你换成10个孔，它给你10厘；换成20个孔，它给你5厘；你换3个孔，就是33厘。如果说你前面是9个，前面14个齿，后面是9个齿，对，这个如果说是9个齿，这个是14个齿，它出来的珠具你看一下，3孔的是21厘米，10孔的是6厘米，20孔的就是3厘米。